Mix Motors obunachilariga alangali salomlar. Bizda bugun Luxid R7 Ultra avtomobilimiz yetib keldi. Bu avtomobilimiz elektro bo'ladi. Ikkita motori bor. 100 ga 4 sekundda chiqadi. Chery bilan Huawei tarafdan Tesla Model Y ga konkurent bo'lib ishlab chiqarilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Tesla Model Y ga o'xshab ketadi. Bunda dop paket, 21-disko, Brembo supportlar qo'yilgan. Ichida hamma komfortlar bor. Abduf, abagrev, massaj, atamankalari bor. Mana bu ko'rasizmi, rulni dirijabil bo'lib yotibdi. Mana bu oldingi narsalar ham qo'yib olsanglar bo'ladi. Mana bu ichida xolodilnik ham bor. Bu mashinamizning narxi endi L7 Ultra narxi bilan bir xil, $47,000 Sip Tashkent. Bu mashinani xudo xolasa mana utilizatsionni sborlargacha ulgurib olib kelib berdik. Bugun dushanba kuni 28-aprel kuni mana yetib keldi. Bugun rastamoshka qilib olib chiqib beramiz mijozimizga. Agar sizlarga ham shunaqa mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mix Motorsga murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda, tez muddatlarda olib kelib beramiz. Hammanglarga baxt, sihat, salomatlik tilaymiz.